kecha yonimizda bir yigit bor edi. O'g'liga telefonda aytayapti, namozinglarni o'qidinglarmi degan ma'noda. Namozni o'qinglar. Men aytdimki, nega bunaqa aytasiz? Namoz o'qishni nega bunaqa qo'rqinchli qilib aytasiz? Chiroyliroq qilib aytsa bo'ladi-ku buni. Nega uni bir majburiyatda bu bezdirib aytasiz u narsani? Bu ya'ni ozgina marhamatli bo'laverishimiz kerak. Biz qutuldik-ku, ular qutulolmadi. Biz yaxshi, ular yomon degan narsa yo'q. Hamma vaqti soati bilan keladi. Faqat biz bilmaymiz ya'ni hech narsani. Uning ichida nima bor? Allohga duo qilamiz. Yaxshi narsalarda, yaxshi ohangda, norozi bo'lmasdan, yaxshilik istab, unga muhabbat bilan bu narsalarni meni vazifam eslatish. Bu senga bo'lgan munosabatimga ham ta'siri yo'q. Men seni sevishda davom etaveraman. Sen mening jigarimsan. Har qanday holatda ham seni sevaman, ammo men endi shuni to'g'ri deb bilaman o'qigan narsalarimdan. Senga ham ilinyapman. Bor dardim shu. Ya'ni bilganimda senga ham aytayapman. Seni yomon ko'rish, sen buni unaqa narsa yo'q degan ma'noda o'zingizni tuta olsangiz, ya'ni eng go'zal bir o'rnak ko'rsata olsangizgina talpinadi keyin bu narsalarga. Inshaalloh.